ikkinchi valyut. Shunda bu ikkinchi valyut. Mana O'tkir aka bu ikkinchi valyut. Bu yerda ham adashmasam 15 ta xoroz, shu 43 ta tovuq. Adashmasam shunaqa. Endi unisiga nimasiga qarab qilinganda, bittasida 40 ta, bittasida 43 ta, bittasida shunaqa to'g'ri kelib qoldi. Yemishini ko'rsating. O'tkir aka bitta ko'ring mana. Mana pitanasi yemishi. Jo'xori, bug'doy, ki qanaqadir mayda nimadir bor. Bunga qo'shimcha qilamiz, tuxum paytida o'zi boshlandi. Tuxum payt keldi o'zi, xudo xolisa qo'shimcha qilamiz bularga. Xudo xolisa. Stressi bor, stress kuchliroq bo'ladi bularda baribir. Tak. Mana keyingisi bu. Bu yerda adashmasam 50 ta makiyonga 18 ta xoroz qildim. Mana. Abdushkur aka ko'ringlar aka. 50 ta makiyonga 18 ta xoroz qildim bu yo'g'ini. Mana. Ichkari kirib chiqib yuraveradi. Bu yoqda quyoshda, pitanasi bir xil. O't tashab qo'ydim. O't tashaganman kecha. Mana. O't tashab qo'ydim. Mana. Makiyonlar baribir stressi bor ozgina. Tak, ketdik. Ammo kichkinaroq valyut, bu yerda adashmasam, bu yerda kamroq. Xorozi ham kamroq bu yerda. 12 tamidi, shunaqa xoroz. 14 tami, 12 tami, nechtadir. Adashmasam buniki nimasi to'g'ri, lekin yaxshi chiqqan bular ham. Bular ham yaxshi chiqqan, zo'r. Mana aka. Tak, men oxirgisi endi. Oxirgisi cho'chib urmasin, men bormadim. Mashetdan tuxum chiqyapti. O'tkir aka mashetdan kuniga ikkita, bashnaqa bitta, ikkita tuxum chiqib turibdi hozirchaga. Chunki xorozlar endi ishlashni boshladi. Mana joyimizning umumiy ko'rinishi bu fazan. Bu fazannikiga. Fazanniki. Va o'shatdan o'shandan polni Ashtikecha izdaydi mana fazanniki. Mashaqqa men qarayman. Fazan kakli sisarka polni shotga topshirishdi menga, qaramman hozir. Javobgarligi hammasi menda. Bu yog'iga mana inshaalloh qurilyapti yana. O'tkir aka, nimaga 1 kilometr cho'zilamiz dedilar. Kecha shef bilan gaplashdim. Habibullo mana shuni cho'zamiz yana, xudo xolisa. Bolalarni, hamma bolasini mashaqqa jo'jalarni tashiymiz. Kerak bo'lsa yana sotib olamiz deyaptilar, xudo xolisa. Mana xuddi shu nimada ketaverdim, yoqqa yana. Mana bu yerda mana trassa bor. Bu Arnasoy bu, Arnasoy, Jizzax. Chag'aliklar bor, keyin O'tkir aka aytmoqchi edim. Chag'alik ko'p, mana bu ko'l bor orqamizda. Chag'alik ko'p, chag'alikka mana bu o'tiryapti, rasa ko'rdim. Kasal yuqtirib qo'ymasmikin O'tkir aka? Shunga bir nima qiling, ko'rarsiz videoni. Abdushkur aka, mana siz ko'ringlar, nima deysizlar? Chag'alik ko'p o'tiryapti mana bu kelib. Mana bu chag'alik. Shunga nima qilsam bo'ladi, nima chora qiling? Keyin kecha chiyabori yuribdi. Kecha shunda mashetda, shunda yonida ko'rdim. Chiyabori, ikkita chiyabori kelib mashetdan do aylanib yurdi. Mamatga kuchuv qo'ymoqchiman. Mana bunaqa uzun qilib oyoqqa kuchuv qo'yaman. Mamatga kamera qo'yaman. Shunda anta uy xonada o'tirib ham ko'rib o'tiramiz. Chiyaboriga kuchuv qo'yamiz. Do sesimda borib keladigan qilib. Nima deysizlar, fikringizni yozinglar, ukalar. Endi moshina qilingani, telari bitunu, lekin setkani orasidan bilib bo'lmaydi-da. Chiyabori kirsa iflos yomon narsa. Bitta kirsa, bitta ikkitani yesa ham mayli, bitta ikkita yemaydi. Bu iflos hammasini o'ldiradi. Hammasini o'ldirib, keyin olib ketmoqchi bo'ladi-da o'zicha. Hammasini o'ldiradi. Mamatdan setkani ustidan ham chiqqan, to'g'ri ustidan ham tushishi mumkin, bilib bo'lmaydi. O'shanga kecha o'zim ko'rib qoldim. Ant dedim, o'shatdan keldi, bemalol men chevorimda yurib kelar ekandim, kelib turib, amti izg'idi, orqasidan keyin yugurib ko'rib, yugurib kelib oyoqqa qochdim. Oyoqqa yugurdim keyin. Naraqa dalaga kirib ketdi keyin. Mana aka, xudo xolasa, joyimiz yaxshi. Xo'p, hammaga rahmat. Like bosinglar. Okalar, like bosinglar. Ko'rishda davom etinglar. Xudo xolasa, yengilliklarni qo'yib boraman. Hammaga rahmat.